Kuchli og'riq bilan bizlarga murojaat etib keldi. Igloterapiya muolajasini qo'llab turibmiz hozir. Bizlarga kelgan kasallarning ko'pchiligi grija bilan keladi. Ular ikki etapda davolanadi. Birinchisi men tomonlama, ya'ni igloterapiyalarni qo'yib, og'riqlarni bartaraf etib berish. Ikkinchi etapi o'zlarini bog'liq. Bu gimnastika, LFK, fizический fizkulturalar bilan shug'ullanib turib, davolangan prosesni mahkamlash, ya'ni mushkullarni o'z faoliyatini qayta tiklash bilan shug'ullanishi kerak bo'ladi. Buni lekin o'zlari uyda qilishlari kerak bo'lgan vazifasi. Bu bemorga men tavsiya etadim. O'yinda fizkultura bilan shug'ullanish, lechebniy gimnastika bilan spetsialniy упражненияларni tashlab berganman. Shular bilan o'yinda shug'ullangan. Bugun ikkinchi kuni natijada yaxshi, og'riqlari yo'q. Yaxshi rezultatga erishdik. Hozir yana bugun ikkinchi kun og'riqlanchik. Og'riqlar rasmiy kamaydi. Tim yaxshiman, kayfiyatlarim ham yaxshi. Davleniyam ham boshda 150 chiqarardi, hozir 110-70. Уже ikkinchi kuni effekti yaxshi. Rahmat sizga. Uyqularingiz yaxshimi? Uyqularim yaxshi. Yaxshi uxladim.